Bugungi manzilimiz Farg'ona shahar Beshbola Beglar mahallasidagi 6 sotixli hovlimiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan hozir uyimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Hovli uyimizni mana bu kirish qismi, darvozaxona. Kirganimizda chap tomonda va o'ng tomonda uylar bor. Kirganimizda xonadonimizga chap tomonda 2 xona va o'ng tomonda mana bu tomonda 4 xona uy qilingan, ya'ni hovlimiz kosmetik remont holatiga keltirib qo'yilgan. Pol podval uy. Xo'p, bu tomonga o'ng tomonimizda tanishtirib chiqamiz. Mana oldimizda shuncha огород mavjud. Xonadonimizni yashil zona qilish uchun va bu tomonda mana tepaga chiqish uchun hali zina qilinmagan ekan. Shunga pastdan turib ko'rsatyapmiz. Bu tomonda mana 4 xona. Va mana uyimiz bu qismini pollari qilinmagan. Naryoqdagi 2 xona pollari qilinib tayyor qilib qo'yilgan. Kirib vaqtincha yashab tursa bo'ladi. Mana bu tomon birinchi pastlarga ko'rsatib olamiz sizlarga. Mana bemalol oshxona yoki bo'lmasa podval qilib foydalanish mumkin. Yozda salqin bo'ladi. Bu tomonda mana ikkita xonamiz. Elektr ishlari ham tugatilgan va bitta mehmonxona va bu tomonda yotoqxona joylashgan. Eshiklarimiz ham MDF eshiklar va akvaplast eshik romlar qo'yilgan hovliyimizga. Xo'p, hovliyimizning narxini xonadonimiz egalari 90 ming AQSh dollari deyishyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Yana bir ma'lumot. Bu yerda gaz, suv, svetdan muammo yo'q. Kanalizatsiya mavjud. Mahalla asfalt qilingan. Mahalla o'ta ham tinch va pokiza. Xo'p, narxini yana bir bor eslatib o'taman. Narxini xonadonimiz egalari 90 ming AQSh dollari deyishyapti. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling yoki bo'lmasa ofisimizga tashrif buyursangiz, birgalikda kelib ko'rsatamiz.